Ha? Mashinangiz bormi aka? Yo'q, mashinamiz yo'q. Bitta mashinamiz bor, akamizning mashinasi bor, shuni haydab turamiz. Mashallah. Spark mashinasi yutib oldingiz. Tabriklaymiz sizni. Istimagandim, to'g'risi. Kutgandim, qachon mashinaga turdi kutgandim. Qachon bo'lishini kutgandim, to'g'risi. Mashina yutaman deb kutmagandim deydi. Yaxshi niyatda bilet oldim. Inshaalloh Xudo xolasa chiqib qolar deb niyatda. Mashallah. Ishonib tashlaganim, olganim, sotib olganim biletlarni, to'g'risi. Assalomu alaykum, qadrli Milliy show obunachilari va uning asosiy muxlislari. Mana bugun mashinamizni olgan keldik. Biz Sirdaryo viloyati Shirindan keldim. 21-turda Milliy showni 21-turda ikkita bilet olgandik. Shundan biriga mana avtomobil Spark mashinasini olib bo'ldik. Buni olgan keldik, mana xudo xolasa telefonlar bo'ldi, ishonmaganlar bo'ldi. To'g'ri, sal zadержка bo'lar ekan, sal kutish vaqti bo'lar ekan, lekin bu ishonarli o'yin. O'yinlar yutinglar. Omad, hammaga omad tilayman. Mana shunaqa mashinalar yutish hammaga nasib qilsin ilohim. Mana shu o'yinni ko'rib, biz ham bizda Sirdaryo viloyatidan yutganlar bor ekan, borib ko'rib, qiziqib, o'shalarga ishonib mana o'ynadik. Ishoninglar va har doim olg'a. O'z vaqti bilan mana berilib kelyapti. 21 tur mana xudo xohlasa 21 tur mana olish boshladik. O'zi bu yoqqa xudo xohlasa bu yoqlar berilaverar ekan. Bilet tikib turganlar, biletga obuna bo'lib, bilet sotib olayotganlar rozi bo'linglar, chunki sizlar kimlarnidir mashina olishiga sababchi bo'lib qolyapsizlar. Ulardan kimgadir masalan ehson sifatida maqsadlaring xudo xolasa Alloh beradi sizlarga ham shunaqa mashinalardan. Milliy show zo'r.